Epilepsiya tutqanoq kasalligida qanday bemorlarga birinchi to'g'ri yordam ko'rsatish kerak va bu bilan siz bemor hayotini saqlab qolgan bo'lasiz. Epilepsiya tutqanoq kasalligi juda ko'p insonlarni bezovta qilgan, xavotirga solgan kasallik hisoblanadi. Xo'p, inson hayotida bir marta bo'lsa ham bu holat bilan oddiy inson ham duch kelib qolishi mumkin. Xo'sh, bu holatda bemorning hayotini qutqarib qolish va bemorga to'g'ri yordam ko'rsatish qanday amalga oshiriladi? Aksariyat holatlarda xalqimiz orasida tutqanog'i bor odamga hushdan ketganda og'ziga qoshiq tiqib, og'ziga qoziqlarni tiqib, tishini sindirib yuborib, jag'ini sindirib, buni holatlarni ko'p ko'rishimiz mumkin. Bu noto'g'ri narsa. Bu bemorga ortiqcha ziyon yetkazish deyiladi. Xo'sh, qanday to'g'ri yordam ko'rsatish kerak? Qo'yilayotgan videoga e'tibor bering. Tutqanoq xuruji boshlangan, ko'pincha hushni yo'qotish bilan bo'layotgan tutqanoq xurujlarida bemorni to'g'ri yotqizamiz va atrofdagi o'tkir bo'lgan bemorning hayotiga, tanasiga shikast yetkazuvchi buyumlarni olib tashlaymiz. Ikkinchisi, bemorda nafas yo'llarini yuqorini siquvchi kiyimlardan bo'shatamiz. Nafas olishga bemor qiynalishi kerak emas. Uchinchi holatda agar yumshoq predmet bo'lsa, boshini ostiga qo'yamiz. Chunki xuruj payti bosh tekkan payti bosh o'sha yumshoq to'qimalarga jarohat tegishi mumkin. Keyingi holatda bemorda mana bu rasmdagi holatga e'tibor bering. Ya'ni yarim yonbosh holatda yotqizib, oyoq tizza oldinga qo'yiladi va qo'lim bukiladi. Ya'ni boshi ushab turiladi. Bu holatda agar bemor charxancha holatda yotib qoladigan bo'lsa, tutqanoq payti til orqaga ketib, yuqori nafas yo'llarini bekitib qo'yishi natijasida bemor nafas yetishmasligi asfiksiyaning hisobiga vafot etishi mumkin. Bunaqa bo'lmaslik uchun yuqoridagi aytgan videomga o'xshab bemorni yonbosh holatda yotqizsangiz, til orqaga ketmasdan, balkim lunjga tushishi natijasida nafas yo'llari ochiq qoladi va bemor vafot etmaydi. Xuruj payti undan keyin kutib turamiz 2 minut, 3 minut. Ko'pincha xurujlar 6 minut, 10 minutlar davom etmaydi va qisqa bo'lib o'tib ketib qoladi. O'tgandan keyin zudlik bilan bemorda tez yordam chaqirishni unutmang. Agar yengil holat bo'ladigan bo'lsa, tez yordam chaqirilmaydigan holatlar ham bo'lishi mumkin. Va bemorda xuruj payti hech qachon bemorga xuruj bo'layotgan payti kelib turib ukol qilish, xuruj bo'layotgan payti qanaqadir boshqa bir kapelnitsalar ulash noto'g'ri narsa. Siz va yaqinlaringizda epilepsiya kasalligi bormi? Siz bu holatda qanday birinchi yordam ko'rsatasiz? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va sizga epileptolog mutaxassis kerak bo'ladigan bo'lsa, o'z murojaatlaringizda yuqoridagi ekranlardagi raqamlarga telefon qilib yoki Telegram orqali yozib qabulga yozirishingiz mumkin. Bu videoni ko'ring va kimningdir hayotini saqlab qoling.